Assalomu alaykum qadrdonlar, bormisizlar, omonmisizlar? Mana bugun Xudo xolasa Tohirobod qishlog'idagi tunikafon xizmatlarimizni yakunlab oldik. Xo'p, qadrdonlar, dorizaxonamiz uzunligi 8,5 ga 3 metrli dorizaxona, ikkita. Xo'p, rombi tushgan. Rombin ichiga 8 tadan oynak tushgan qadrdonlar. Plafonni uy egalari berdi. Xo'p, qadrdonlar, chekkasiga kichkina svechchalardan 10 ta qo'yganmiz. 4 ta bu yoqqa, 4 ta yonboshga, bittadan ikkala yonboshga qo'yganmiz qadrdonlar. Mana ko'rishingiz mumkin qadrdonlar. O'ta chiroyli, bejirim. Chekkasiga oq kaseta qora yangi holatda bo'lgan. Rombilarning ichi 4 ta yulduzcha tushgan plafonni qirg'og'iga. Oxirida qancha tunika rasxod qilganimizni aytib o'tamiz. Hozir obzor qilyapmiz, videolarimizni qarab turinglar. Xo'p, qadrdonlar, bu dorizaxonamiz kazirogi 1,78 ga 3 metrli kazirogimiz. Qora uzun piano holatda bo'lgan. Sariq do'ppichalar holatda. Xo'p, obunachilarimiz mana ko'cha tomonimiz piano holatda bo'lgan. Silif uy egalari o'zlari qo'yib qo'yishgan. Qolgan hamma mahsulotlarni o'zimiz qildik. Mana obunachilarimiz. Xo'p, qadrdonlar, uy egasidan nima talab qilamiz? Faqat uy egasidan plafon bo'ldi. Qolgan materiallar hammasi o'zimizdan bo'ladi. Plafonlarni o'zlari olib kelib berishadi. Biz o'rnatib berish ichida bo'ladi. Qadrdonlar, mana qora karnizdan foydalanganmiz oq lolalar bilan. Uy orqa tomoni ham bo'lgan. U faqat qorong'ilik uchun syomka qilishga juda qiynalyapmiz. Xo'p, qadrdonlar, shu yerga 146 kvadrat joy ketdi. Tunikamiz rasxod qildik. 135 ming. Ustaqi hammasi ichida bo'ladi. Lesa, pesa, samarez, pamarez, reka, peka hammasi. Uy egasidan nima talab qilinadi? Oziq-ovqat bo'ldi. Plafonlar, qolgan hammasi o'zimizdan bo'ladi. 135 ming ichida. Xo'p, shu yerga 146 kvadrat tunika rasxod qildik obunachilarimiz. Kimga shunaqa tunika xizmatlari kerak bo'lsa, bexijolat telefon qilishlari mumkin. Telefon nomerlari pastga qoldiramiz. Aytgan pasoninlarda Xudo xolasa chiqarib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.